Hürmetli vatandaşım, leksiyimizni davamlaştırıyoruz. New York Vaqt gazeti boshqaruvchi Rais Xi Jinpingning vaziyatni boshqarib ketalishi qiyin. Jungo iqtisodiy relsdan chiqib ketadi. Mavdidi mavzuli xabar 1-oyning 11-kuni Washington betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Mablag' solg'uvchilar paychak bahosini ko'rsatkichi ekranning oldida to'xtab qoldi. O'tgan oyda Rais Xi Jinping yuqori qatlamda iqtisod masalalarini muhokama qilib, g'albilik moment yana vaqt deb tashviqot olib borgan edi. O'tgan bir yilda paychak bozorda baho zo'r ko'lamda tushib ketib, xalqaro pul qimmatining xalq puli qimmatining tushib ketishidan paydo bo'lgan qalaymaqonchilik yuz berib, paychak bozorda baho tushdi, xalq puli renminbining qimmati tushdi. Shuning bilan qalaymaqonchilik yuz berib, Jungo rahbarlik qatlamini yangi tabrash yuz berishning oldini olishga majburladi. 3 hafta o'tmayla Jungoning paychak bozorida baho yana tushib ketdi. Ve pul qimmatining tushib ketishi yana bir qatim yuz berdi. Dunyoning har qaysi joylaridagi mablag' solg'uvchilarni jiddiylashtirib, xotirjamsiz qilib, shuning bilan Rais Xi Jinpingning plani qalaymaqonlashib ketdi. Yaqinda yuz bergan mag'lubiyat Jungo iqtisodini boshqaruvchi man deb kelgan Rais Xi Jinpingga xiris e'lon qildi. Rais Xi Jinping har qatim iqtisodni kontrol qilaman deb o'ylaganda bozor va pul yer shari miqyosi to'salg'i o'xshab, qorg'ulochi siyosat belgilash bilan ojizlashib ketib, mushayapti yuz bergan ahvol moslashmaslik bilan xarakterlandi. Demak, Rais Xi Jinping har qatim iqtisodni kontrol qilaman, boshqaraman deganda xalqarodagi iqtisodning o'zgarishi Rais Xi Jinpingning bu siyosatiga to'sqinlik paydo qilib, Rais Xi Jinpingning siyosatini belgilashimi, iqtisod siyosatini belgilashimi qalaymaqonlashib ketdi. Rais Xi Jinping iqtisodning tövanga seyrilib, yomonlashib ketishining oldini ola olamdi yo'q, yoki buni oldini olmoqchi edi. Texmi cho'ng yuraklik bilan harakat qildigan tadbirlarni yo'li qo'ya olamdi yo'q. Masalan, qarzga bo'g'ilib ketgan davlat egiligidagi shirkatlarning yana qarz olishini to'xtatib qo'yib, davlat egiligidagi shirkatlarni isloh qila olamdi yo'q. Xi Jinping qisqa muddatlik ishonch bilan iqtisodni taraqqiy qildirishni xiyol qilishi mumkin. Lekin bunday taraqqiy qildirish, qisqa muddatlik tadbir bilan taraqqiy qildirish bu xatarni o'z ichiga olgan bo'ladi. Bunday ishonch va taraqqiy qildirish, qarz olish, iste'mol qilish holatiga tayanib. Qisqa muddatlik taraqqiy qilish, bankdan qarz olish. Shundaqli yana nima? Iste'mol, ishlab chiqarish, iste'mol. Mush holatga tayanadi. Bu Iroqdagi manfaatni hal qilinmaydi va ko'z oldidagi manfaatni hal qilinmaydi. Bu bir xatarlik ahvol deb signal berib o'tdi Jungo iqtisodiy Rais Xi Jinpingga Germaniya gezdi.